Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizni ham o'z joyiga ustanovka qilib bo'ldik. Bu darvozamiz kraskadan oldingi holatini ham video qilib tashlagandik. Yurtimizda obuna bo'lsalaring, ko'rgan bo'lsalaring kerak. Bu darvozamiz Farg'ona viloyati Beshariq tumaniga olib kelib o'rnatildi. 360 ga 380 bo'lgan bu darvozamiz 13,5 million so'mga olib kelib o'rnatildi. 1 kvadrat metri 1 million so'mdan. Yarim 2 qavatli darvozamiz. Bu darvozamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, eniga 360, bo'yiga 380 bo'lgan bu darvozamiz. Stoykalari 10 ga 5 shiviller bo'ldi. Krugovoy shiviller. 10 ga 5 shiviller. Profillari 6 ga 4, 1,7 stenada. Listlari 2lik list ustiga 1,1lik yer yong'oq list bosilgan. Yani o'rtaga ruchkalargacha qo'yib. Juda baquvvat, juda chiroyli holda o'rnadi bu darvozamiz. Joyiga ham juda ko'rkam bo'lib o'rnashdi. Bu darvozamiz orqa holatlarini ko'rsatib o'tsak, zamoklar har doim o'rnatilgan o'sha zubur zamok ancha yildan beri yaxshi xizmat qilib kelyapti. Shuning uchun doim shu zamokdan qo'yilyapti. Xudo xohlasa uyaltirga yo'q zamoklarimiz yaxshi ish beryapti. Mana orqa holatlari, orqalari ham tekis, mana juda chiroyli plotniy bo'lib o'rnadi joyiga. Hurmatli aka-ukalar, qadrli obunachilar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Kanalimizda obuna bo'lsa, yangi bo'lsalaring obuna bo'lib, like tugmachasini bosib, videomiz keng tarqalishiga hissa qo'shasizlar degan umiddamiz. Doim kuzatib boringlar. Keyingi videolarimizda ham Xudo xohlasa kraska sepish, o'rnatish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.